Assalomu alaykum. Men Ozodov Kamoliddin Qahramonovich, Urganch davlat universiteti sport faoliyati, pedagogika va psixologiya fakulteti yakkakurash kafedrasi o'qituvchisiman. Bugungi video darsimizda og'ir atletika sport turiga tavsif, bu sport turining rivojlanish tarixi va bu sport turidagi klassik mashqlarga umumiy ta'rif berib o'taman. Bu sport turiga to'xtalishdan oldin aytib o'tishimiz lozimki, mamlakatimizda og'ir atletika sport turi hozirgi kunda ilg'or sport turlari qatorida e'tirof etiladi. Chunki Olimpiada o'yinlarida, jahon chempionatlarida va qit'a birinchiliklarida og'ir atletika sport turidagi sportchilarimizning natijalari sezilarli darajada ko'rinib kelmoqda. Misol tariqasida aytishimiz mumkinki, Rio 2016 Olimpiada o'yinlarida Rustam Nuriddinov 105 kg vazn toifasida Olimpiada chempioni bo'lgan. Undan keyin Tokio 2020 Olimpiada o'yinlarida Akbar Jo'rayev 109 kg vazn toifasida oltin medal qo'lga kiritgan. Undan keyingi Olimpiada, ya'ni Parij 2024 Olimpiada o'yinlarida Akbar Jo'rayev 102 kg vazn toifasida Olimpiada o'yinlarining kumush medali sohibi bo'ldi. Bu natijalar zamirida ko'rishingiz mumkinki, mamlakatimizda og'ir atletika sport turiga bo'lgan qiziqish, e'tibor va prezidentimizni ta'kidlab o'tgan jumlalari va bu sport turini rivojlantirish borasida 2024-yil 20-martdagi prezidentni, ya'ni og'ir atletika sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorini aytib o'tishimiz mumkin. Bu sport turi bizning mamlakatda hozirgi kunda yaxshi rivojlangan sport turi deb ayta olamiz, chunki natijalardan ko'rishimiz mumkinki, kattalar terma jamoasida ham, o'smirlar va yoshlar terma jamoasida ham sportchilarimiz xalqaro musobaqalarda yaxshi natijaga erishib kelmoqda. Bugungi mavzumiz og'ir atletika sport turiga tavsif, bu sport turining rivojlanish tarixi, og'ir atletika mashqlariga ta'rif va musobaqa qoidalari to'g'risida dars mashg'ulotini olib boramiz. Rejamiz quyidagicha. Birinchi rejamiz og'ir atletika sport turining tarixi va bu sport turining O'zbekistonga kirib kelishi. Ikkinchi rejamiz klassik mashqlar, ya'ni dast va siltab ko'tarish mashqlari. Uchinchi rejamizda esa og'ir atletika sport turi jihozlari. To'rtinchi rejada bu sport turining musobaqa qoidalari haqida gapirib o'tamiz. Og'ir atletika sport turi tarixi qadimdan ma'lumki, qadimgi Olimpiada o'yinlarida bu sport turi bo'lgan va har xil og'irliklarni ko'tarish orqali musobaqalarda bellashilgan. Miloddan avval 776-yilda Yunoniston Afinada bo'lib o'tgan birinchi Olimpiada, qadimgi Olimpiada o'yinlarida bu sport turi sifatida foydalanilgan va hozirgi kungacha zamonaviy ko'rinishga kelgan. 1896-yildagi birinchi yozgi zamonaviy Olimpiada o'yinlariga og'ir atletika sport turi kiritilgan va hozirgi kungacha Olimpiada o'yinlari dasturida bu sport turi bo'yicha musobaqalar bo'lib o'tmoqda. Bu sport turini O'zbekistonga kirib kelishi 1917-yillarga to'g'ri keladi. Ya'ni Toshkentda og'ir atletikachilar jamiyati deb nomlangan to'garak tashkil etilgan va bu to'garakda Fyodor Garizdorov bu sport turini O'zbekistonga olib kirgan shaxs hisoblanadi. Bu insonning o'zi og'ir atletika bo'yicha O'rta Osiyo Olimpiadasida birinchi o'rinni olgan, kurash sport turi bo'yicha esa ikkinchi o'rinni egallagan. Bu sportchini o'zi og'ir atletika sport turini O'zbekistonga olib kirishda asosiy inson sifatida aytiladi. Ya'ni 1917-yilda bu shaxsning harakati tufayli Toshkent og'ir atletikachilar jamiyati tuzilgan. Klassik mashqlar, ya'ni og'ir atletikada ikkita klassik mashq orqali sportchilar musobaqada o'zaro bellashiladi. Ya'ni birinchisi dast ko'tarish mashqi, ikkinchisi esa siltab ko'tarish mashqi. Dast ko'tarish mashqi bu shunday mashqki, sportchi bu mashqni bajarishda yaxlit harakat bilan shtangani bosh uzra ko'tarishi lozim. Siltab ko'tarishni bu mashqdan farqi shundaki, siltab ko'tarishda sportchilar ikkita harakat orqali mashqni amalga oshiradi. Ya'ni birinchisi shtangani ko'krakka olish va ikkinchisi ko'krakdan yuqori ko'tarish. Ya'ni sportchilarimiz musobaqalarda, ya'ni rasmiy musobaqalarda dast va siltab ko'tarish mashqlari orqali o'zaro bellashadilar. Dast ko'tarish mashqini ketma-ketligini quyidagi holatda ko'rishimiz mumkin. Bu xitoylik sportchi Liu Huajun, ya'ni 2013-yildagi jahon chempionatidagi dast ko'tarish mashqida 176 kg natija bilan jahon rekordini o'rnatgan sportchi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin sportchimizni dast ko'tarish mashqini bajarish holatida. Dast ko'tarish mashqini tuzilishi quyidagicha. Mana dast ko'tarish mashqi 3 ta qism, 6 ta davr va 9 ta fazani o'z ichiga oladi.
Ya'ni qismlarni aytib o'tadigan bo'lsak, birinchisi tayyorgarlik, ikkinchisi asosiy va uchinchisi yakuniy harakatlar. Tayyorgarlik qismimiz o'z navbatida ko'rsatma va start holatiga bo'linadi. Asosiy harakatlarimiz bu shtangani belgacha ko'tarish va cho'kkalash. Uchinchisi yakuniy harakatlarimiz turish va shtangani tushirishdan iborat. Start holati o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Birinchisi statik start, ikkinchisi dinamik start. Shtangani belgacha tortish mashqida shtangani taxta supadan uzish, boshlang'ich tezlik, amortizatsiya va ochilish fazalari. Cho'kkalash fazamizda esa tayanchli cho'kkalash, tayanchsiz cho'kkalash va cho'kkalashni qayd qilish. Bu dast ko'tarish mashqini fazalari shu ko'rinishda amalga oshiriladi. Keyingi mashqimiz siltab ko'tarish mashqi. Bu yerda ham xitoylik sportchi misolida ko'rib o'tganmiz, ya'ni Liao Hui bu sportchimiz ham 2013-yilda o'tkazilgan Jahon chempionatidagi siltab ko'tarish mashqida 198 kg natija bilan jahon rekordini o'rnatgan, ya'ni 69 kg vazn toifasida. Siltab ko'tarish mashqini bajarish tuzilishi o'z navbatida usullar, qismlar, davrlar va fazalarga bo'linadi. Usullar: birinchisi shtangani ko'krakka ko'tarish va ikkinchi usulimiz ko'krakdan siltab ko'tarish. O'z navbatida qismlar 3 ga bo'linadi: tayyorgarlik, asosiy va yakuniy qismlar. Tayyorgarlik qismimizda to'liq siltab ko'tarishda bajarish, keyin yakuniy qayd qilish, ko'krakdan shtangani yuqoriga ko'tarish. Og'ir atletika sport turidagi jihoz va buyumlar haqida aytib o'tadigan bo'lsak, birinchi navbatda bizga shtanga va taxta supa lozim. Ya'ni maxsus mashg'ulotlar uchun alohida taxta supasi va musobaqa uchun alohida taxta supasi. Taxta supani aytib o'tadigan bo'lsak, musobaqa taxta supasi o'lchami 4 metrga 4 metr o'lchamda bo'ladi. Yog'ochdan yasalgan, musobaqa payti faqat 4 ga 4 o'lchamdagi taxta supadan foydalaniladi. Mashg'ulotlar taxta supasi bu o'lchami 3 metrga 3 metr bo'ladi. Ya'ni taxta supani ikkita chekkasida rezina qoplam va o'rtasida yog'och materialdan tayyorlangan buyum bo'ladi va sportchilar mashg'ulotlar paytida 3 metrga 3 metrlik taxta supadan foydalanishadi. Og'ir atletikada asosiy jihozlardan biri bu shtanga hisoblanadi. Shtanga o'z navbatida 2 ga bo'linadi, ya'ni erkaklar uchun alohida va ayollar uchun alohida shtanga. Bu farq shundaki, ayollar va erkaklar shtangasi o'lchamida va og'irligida farq qiladi. Erkaklar uchun shtanganing uzunligi 220 cm, og'irligi 20 kg, diametri esa 28 mm ni tashkil etadi. Ayollar shtangasi uzunligi 2 metr, og'irligi 15 kg va diametri 25 mm ni tashkil etadi. Og'ir atletikachilarning maxsus oyoq kiyimlari shtangacha deb nomlanadi va hozirgi kunda yetakchi kompaniyalar tomonidan maxsus oyoq kiyimlar ishlab chiqiladi va sportchilar bu oyoq kiyim kiyish orqali mashg'ulotlar paytida va musobaqa paytida shtanga bilan shug'ullangan paytda oyoq asosiy bizada tayanch vazifasini bajaradi va tayanch vazifasini bizada maxsus oyoq kiyimlar orqali amalga oshiriladi. Og'ir atletikada maxsus toshlardan foydalanadi va bu toshlar rezina qoplamdan tashkil topgan, ya'ni rezinadan tashkil topgan bo'ladi. Og'ir atletikada shtangaga toshlar o'rnatilgan paytda juft holatda o'rnatiladi va ular o'z navbatida eng og'irlik darajasi bo'lsa, eng kattasi 25 kg, keyingisi 20 kg, 15 kg, 10 kg, 5, 2,5 kg, 1,5, 1 va 1,5 kglik toshlardan tashkil topadi. Undan tashqari maxsus qisqich, ya'ni zamoklardan foydalanadi. Ya'ni sportchilar mashg'ulotlar payti va musobaqa payti og'ir atletika toshlari yechilib ketmasligi uchun maxsus zamoklardan foydalanadi. U zamoklarning og'irligi 2,5 kg ni tashkil etadi. Og'ir atletika mashqlarini bajarishda, maxsus mashqlarni bajarishda asosan biza dast ko'tarish va siltab ko'tarish mashqlarini bajarishda tizza balandligida shtangani ko'tarish bu maxsus mashq hisoblanadi va bunda biz uchun kerakli vosita sifatida plintlardan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni sportchini tizza balandligida og'irlik o'rnatiladi va maxsus mashqlar bajariladi. Og'ir atletikada oyoq mushak kuchini rivojlantirish uchun maxsus mashqlardan foydalanadi. Ya'ni yelkada shtanga bilan o'tirib turish va ko'krakda shtanga bilan o'tirib turish mashqlari. Bu mashqlarni bajarish uchun bizga maxsus
vosita, ya'ni jihoz kerak bo'ladi. Ya'ni ustunlardan foydalanamiz. Ya'ni sportchilar shtangaga og'irlik o'rnatib, ya'ni ustunga qo'yadi va yelkada va ko'krakda shtanga bilan o'tirib turish mashqlarini bajarishadi. Ya'ni oyoq mushak kuchini rivojlantirish uchun. Musobaqa qoidalariga to'xtaladigan bo'lsak, hozirgi kunda Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi tomonidan tasdiqlangan nizom orqali barcha musobaqalar o'tkaziladi. Ya'ni mahalliy musobaqalar va xalqaro musobaqalar barchasi Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi tomonidan tasdiqlangan nizom asosida o'tkaziladi. Sportchilarni musobaqalarda baholash hakamlar hay'ati va hakamlar tomonidan amalga oshiriladi. Sportchilar mahalliy musobaqalarda Osiyo chempionati, Jahon chempionati, Osiyo o'yinlari va Olimpiada o'yinlarida qatnashadilar. Bu sportchilar, ya'ni dast va siltab ko'tarish mashqi orqali musobaqada bellashadi. Sportchilarni medal olishlari, ya'ni Osiyo, Jahon chempionatlarida sportchilar 3 ta medal olish huquqiga ega. Ya'ni dast ko'tarish uchun alohida medal, siltab ko'tarish mashqi uchun alohida medal va ikki kurash natijasi uchun alohida medallar taqdim etiladi. Osiyo o'yinlari va Olimpiada o'yinlari musobaqalarida ishtirok etgan sportchilar faqat bitta medal qo'lga kiritishadi. Ya'ni ikki kurash natijasida bo'yicha sportchilar medal qo'lga kiritishadi. Musobaqa o'tkazilish joyi, ya'ni sportchilar musobaqada ishtirok etishlari uchun rasmiy musobaqalar o'tkazish uchun maxsus joy tanlanadi, yopiq inshootdan foydalanadi. Ya'ni musobaqa taxta supasi o'rnatiladigan podium 10 metrga 10 metr o'lchamdagi, balandligi 1 metr bo'lgan maxsus maydonda o'rnatiladi. Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi tomonidan 2018-yilda yangi vazn toifalari joriy etilgan va bu vazn toifalari bo'yicha hozirgi kunda qit'a birinchiliklari, jahon chempionatlari va olimpiada o'yinlari o'tkazilib kelinmoqda. Vazn toifalari quyidagicha, ya'ni o'smirlar uchun alohida, erkaklar uchun alohida va ayollar uchun alohida vazn toifalari joriy etilgan. Og'ir atletika musobaqalarida sportchilarning harakatini baholash 3 ta hakam orqali amalga oshiriladi. Ya'ni 3 ta hakam sportchining harakati yakunlangandan keyin maxsus tugma bosish orqali sportchining harakati baholanadi. Ya'ni 3 ta hakam oq tugmani bossa, sportchi og'irlikni ko'targan hisoblanadi. Agarda 3 ta hakam qizil tugmani bosgan bo'lsa, sportchining harakati inobatga olinmagan, ya'ni og'irlik ko'tarilmagan hisoblanadi. Bunday holat bo'lishi mumkin, ya'ni hakamlarning xatolarini kuzatuvchi maxsus hakamlar hay'ati bo'ladi. U 5 kishidan tashkil topgan. Ya'ni sportchining harakati musobaqa payti agarda hakamlar tomonidan sportchining harakati inobatga olinmasa, video kuzatuv orqali sportchining harakati hakamlar hay'ati tomonidan ko'rib chiqiladi va sportchining harakatiga baho beriladi. Nafaqat og'ir atletika, balki boshqa sport turlari bilan shug'ullanuvchi sportchilar maxsus vositalardan foydalanadi. Ya'ni tizza bo'g'imini ushlab turish uchun maxsus vositalardan foydalanadi. Ya'ni og'irliklar bilan ishlagandan keyin oyoq tizza bo'g'imida har xil travma holatlari yoki bo'lmasa shikastlanish holatlari kelib chiqishi mumkin. Shunday holatlarni oldini olish maqsadida maxsus vositalardan, ya'ni elastik bintlar va maxsus tizzalar uchun vositalardan foydalanadi. Og'ir atletika sportchilari shtangani ko'tarishda qo'l sirpanib ketmasligi uchun maxsus kukundan, magnesdan foydalanadi. Nafaqat og'ir atletikachilar, balki bu vositadan sport gimnastikasi va og'ir atletikachilar ko'proq mashg'ulotlar paytida va musobaqa jarayonida foydalanishadi. Qo'l sirpanib ketmasligi uchun maxsus vosita, ya'ni magnesdan foydalanadi. Og'ir atletika sport turi bo'yicha yirik kompaniyalar mavjud. Ya'ni bu yirik kompaniyalarda maxsus shtangalar, toshlar, taxta supalar ishlab chiqiladi va shu kompaniyalar ishlab chiqilgan shtanga va toshlar orqali mashg'ulotlar va musobaqalar o'tkaziladi. Hozirgi kunda yetakchi kompaniyalar mavjud. Ya'ni Turkiyaning Verksan kompaniyasi, Shvetsiyaning Iliko kompaniyasi va Xitoyning Zikes kompaniyalari hozirgi kunda yetakchi hisoblanadi va og'ir atletika mashg'ulotlari uchun va musobaqalar uchun maxsus og'ir atletika shtangalari, toshlari va taxta supalarini ishlab chiqaradi. Shu bilan bugungi dars mashg'ulotimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog', salomat bo'ling.